Bolalar orasida oshqozon ichak faoliyatini buzilishi bilan bog'liq holatlar kuzatildi. Ularni sog'ligi murojaatlar kelib tushgan ilk soatlardan Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan nazoratga olindi. Jami 1922 nafar, shu jumladan bemor bolalar bilan muloqotda bo'lgan bolalar ham tibbiy ko'rik bilan qamrab olindi. Va ulardan 959 nafarida hech qanday klinik belgilari bo'lmaganligi uchun darhol uylariga javob berildi. Mana shu o'tgan davr mobaynida yana 269 nafar bolalarga davolanishdan so'ng uylariga javob berildi. Hozirgi kunda Toshkent viloyatidagi shifoxonalarda 694 nafar bolalar davolanmoqdalar. Mutaxassislarning fikricha, ularning 13 nafarining ahvoli o'rtacha og'irlikda deb baholanyapti. Va bugun 2025-yilning 27-sentyabr kuniga yana 421 nafar bolalarga ahvoli yaxshilanganligi sababli uyga javob berish rejalashtirilgan. Vazirlikda tashkil etilgan shtab xulosasiga ko'ra, bemor bolalarga o'tkir gastroenterit tashxisi qo'yildi. Bu kasallik og'ir yoki hayot uchun xavfli toifaga kirmaydi va asoratsiz o'tib ketadi.